Tak. G'afforov Mavlon bobo. Mana shu G'afforov Mavlon bobo. Xalqqa qilishlar G'afforov Mavlon bobo. Bir necha yildan beri tadbirkor gul yetishtirib, xalqimizga, elimizga xizmat qilyapti. Ko'rsangiz gulni tiklistalarini ko'rsa odam havas keladi. Mana shu insonni hozir necha yoshga kirgan u kishi? 70. Ha, Mavlon bobo necha yoshga kirdilar? Ana 78 yoshda. 7-yil. Ha, 78 yosh bo'libdi mana. Hali biron marta bir nimaga loyiq emas. Shuni xalqim bilan kengashib, mana shu yettilik bilan kengashib, shu insonni tavsiya qilishdi, shu insonni loyiq topdik. Qolgan qishloqdoshlarimiz shunday o'rnak olsin. Qachonlarda bizdan keyin ham shu xizmat qilganlarni xalqim, raislar unutmasin. Yashaydi. Tak, mana bu yil bu kishining ishi yana nasib bo'lsa, mana G'afforov Mavlon bobo tashakkurnoma. Yashang. Nima uchun buni ham tanladik? Bahron boriga ham, yo'g'iga ham yosh bolalarni sochini olib shu bir kuzab chiroyli qilib qo'yadi, elimizda xizmat qilib yuribdi. O'sha yigitni ham shu inobatga oldikki, o'zini mehnati bilan, o'zini shirin so'zi bilan shu xalqimizga xizmat qilyapti, yoshlarimizga xizmat qilyapti. Ular mana shunaqa tadbirkor insonlarimiz ko'paysa xalqimizda sog' bo'ladi. Mana bu kishini ham inobatga olib qo'yamiz. Mana Murodxon boboga tashakkurnoma. Tak, bering. Bular xalq bittaga arzimagan narsa, lekin bular bu narsani olgandan keyin, xalq ichida olgandan keyin shu unutmaganimizni o'zi yana bir nima deydi, xursandchiligiga xursand qo'shamizda. Hamma joyda bugun bayram uyushtirilyapti. Shu qarang, vatanimiz tinch, yurtimiz tinch. Boshqa joylarda urush, qayerlar portlab yotdi. Mana bizda xalqimiz, mana O'zbekistonda mana shunaqa yurtboshimizga rahmat, tuman hokimimizga rahmat. Mana shunaqa tashkiliy ishlarni qilib, xalqimizni dam olsin deb bugun chiroyli qilib mana shunaqa xalqimizga nima deydi? Madaniy dam olish uchun nima qildik? Xalqni yig'dik, mana xalq bir mazza qilib dam olsin. Xudo xolasa o'lmasam yana xalqqa xizmat qilish uchun shu ko'chalarga hammasiga ichimlik suv olib bormoqchiman. Bu ko'chaga asfalt bo'ldi, bu ko'chada suv yo'q. Qishloq tarozi qilib turmoqchiman. Qishloqda suv bo'lsa, bu ko'chada asfalt. Xudo xolasa bu ko'chaga asfalt qilamiz. Bu ko'chaga suv beramiz. Shu xalqim, faqat xalqim tinch bo'lsin. Har xil balo-qazodan asrab yursin. Xalqimni keladigan yoshlariga rivoj, e'tiborga rivoj, xalqimizga to'xtamasa xalqim kerak bo'lsa nasib qilsa oltmishda yetib yana qishloqdan qurbo bilan suv olib kelmoqchilar ariqqa. Bu uchun bu tadbirkorlarimizga, xalqimizga judayam foydasi bo'ladi. Bizni keyingi avlod duo qilib beradi. Ota-bobomiz mana shu ishni qilgandir. Xalqimga yanada bugungi kayfiyatni ko'tarish uchun yurtboshimiz tomonidan, hokim tumani hokimimiz tomonidan hammalarga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Sog' bo'lsinlar. Kechdi qancha intizor chog'lar, mastlik bilan bo'lmadi nasib. Sensiz men ham bahor ham qarib. Sen bahorni sog'inmadingmi? Sensiz men ham bahor ham qarib. Sen bahorni sog'inmadingmi? Sen bahorni sog'inmadingmi? Gapiringiz endi. Nima deyingizda bayram haqida?
YouTube'da ko'rasizlar, YouTube'da. Ya ko'rak, behazil. Gapiravering, bir nima deb, bayram haqida. Aylarda sensiz erikan, Qulumda gülsün derman. Bir nima dengizlar momo. Bir nima deng endi bayram haqida bir duo qilingizlar. Bayramlang bilan. Gapiringizlar. Yaxshimisiz, sog'? Bayramimiz hammadan zo'r bo'lsin. Tabriklayman. Bu yil Navro'z bayramigacha hamma sog' salomatgina niyatiga yetib Aziz mahalladoshlar, bayramga marhamat, bayramga. Hammamiz niyatimizga yetib yurak. Amin. Akamiz kelsin. Oğlum ketsa Yaxshimisiz? Nima deng endi? Ha, deyavermaysizmi bu nimalar deb. Yolkuşdagi yulduzlaring yeta olmadim. O'qiyib sendan yiroq keta olmadim. Yolkuşdagi yulduzlaring yeta olmadim. Bir yanım yasin sal gaflat basıp mehrin ısrarı yeta olmadım. Bahar çağı bir yanım yasin sal gaflat basıp mehrin ısrarı yeta olmadım. Yana bahar qaytar, yana bahar qaytar bikan sen qaytmasana. Qushlar qo'shiq aytar bikan sen qaytmasana. Hoşça
olsa? Hanımdaki iki akı